Juda ko'p negativ Rizobayda mahsulotlar qimmat degan fikr bildiriladi. Shu rostmi? Ish boshqaruvchi mana Avazbek akadan so'rab ko'ramiz. To'ppa-to'g'ri, lekin Mingbuloq bo'yicha narxda hamma bilan raqobat qila olamiz. Bizning mijozlarimiz asosan ustalar, biz ular bilan so'rovnomalar o'tkazganimizda ular sifat deb javob bergan. Negaki, mahsulotni olib borgandan keyin usta ishini yakunlaganda agar o'sha qilgan ishidan birorta bir ayb chiqib qoladigan bo'lsa, hech qachon mahsulotni yomonlanmaydi. Ustaning ishi yomon ekan degan narsa bo'lib qolmasligi uchun sifat birinchi o'rinda turadi. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan gapimni ustalar juda yaxshi tushunadi. Yog'och mahsulotlarida birinchi, ikkinchi sort degan narsa bor. Biz hech qachon sasna deb yel berib yormaymiz. Dadamga berib yuborishibdi aka bir Bu yerdami? Yo'q, bayda emas. Bizda shunaqa aldovlar bo'lmaydi. Birinchi sortni ko'rsatib, hech qachon ikkinchi sort mahsulot berilmaydi. Biraga chiqsa yoki mahsulot ortib qoladigan bo'lsa, bitta chek orqali muammosiz qaytib olamiz. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda xolis fikringizni yozib qoldiringlar.